Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari, mana bugun Xudo xolasa o'rtog'im uydamiz, hashardamiz. O'ziga motoblog olib berganman. Ocharni o'rgatyapman. Oq trubka ochar ochish jarayoni. Ochar meniki lekin. Chog'i ham bizniki. Ota YouTube'ga ketadi. Ishlashingni butun dunyo ko'rib qo'ysin do'stim. Seni qanaqa ishlashingni. Dur. Orqaga tort. Boshini to'g'rilab olasan. Ko'tar. Mana shu 2 joy, 2 dan oshiqroq. Yoqqa ham oladi. Mana bu teplitsasi. Ichida sovuzi bor. Lolasa. O'tgan bo'lsa ekadi mayli. Mana juyagini olinishi. Boshini olib ko'rsatib berdim. Xudo xolasa o'tga oq qurib ekiladi. Buni olishni foydasi yana ham yer yumshoqroq bo'ladi, zaxlashga yaxshi bo'ladi. Urug'li ekinlarga oson qo'lni tiqib ekib ketilaveradi mana. Mana shunday urug'ni tashib ketaverasiz. Qattiq emas, yumshoq. Endi o'rtog'im birinchi olishi sal qiyshiq chiqyapti, hechqisi yo'q. O'rganib oladi. Hammamiz ham shuni sekin o'rganganmiz. Boshini qiyshiq qilib qo'ydi ya. Boshini sal qiyshiq qilib qo'ydi. O'rganasan, davay. Matroni olib ketasan, ota endi bu yoqqa taqamada.